Hamkorimizning yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va biz chiqarayotgan videoroliklarni baholab o'tishni iltimos qilib qolgan holda, bugun cho'chqa go'shti nega biz musulmonlar uchun harom ekanligi va qanday buni bizga yomon tomonlari borligi haqida gaplashib o'tamiz. Azizlar, unda xabarga o'tsak, muqaddas dinimiz insonlarni har tomonlama himoya qiladi. Ularning salomatliklari uchun maqbul bo'lgan barcha jihatlarni qamrab oladi. Jumladan, shariatga muvofiq mo'min musulmonlar ko'plab hayvonlarning go'shtidan tayyorlangan taomlarni iste'mol qilishlari mumkin. O'z navbatida taomlarning taqiqlanganlari ham mavjud va buni mukammal asoslarga ega. Ayni shu jihatlarni cho'chqa go'shti misolida aytish mumkin. Ma'lumki, cho'chqa go'shti va undan tayyorlangan taomlar halol emas. Nega? Keling, buni o'zimiz chuqur o'ylab, mulohaza qilib ko'ramiz. Cho'chqa yeydigan narsalar ularning ko'nglini ozdiradigan darajadagi irkitligi, ochofatligi, yo'lida duch kelgan narsani yeyishi, hatto och qolsa o'z bolalarini ham yeb qo'yishi mumkin. Inson organizmi uchun xavfli kasallik chaqiruvchi, hatto qaynatilgan va qovurilgan holatda ham o'lmaydigan mikroorganizmlarning borligi. Bularni anglash uchun odamlarda yuksak darajadagi bilim talab etilmaydi, albatta. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Qur'oni Karimning 4 joyida Baqara, Moida, An'om, Nahl suralari to'ng'iz go'shti harom ekanligi haqida ta'kidlab o'tilgan. Alloma cho'chqaning har bir narsasi, go'shti, yog'i, terisi, asabi, shu jumladan paylari, qo'llari, ichki a'zolari, miyasi, suyaklari, boshi, biqini, suti va junlari iste'mol qilish haromdir degan. Aytish kerakki, cho'chqa go'shtining zararli jihatlari ilmiy jihatdan ham o'z tasdig'ini topgan. Washington Post gazetasining 1952-yil 31-mayda chop etilgan sonida Dr. Glenn Shepardning shu haqidagi maqolasini e'lon qilinadi. AQSh va Kanada istiqomat qiluvchi aksar aholi organizmidan cho'chqa go'shti iste'moli natijasida trixina lichinkalari paydo bo'lgan. Ko'pchilik hollarda ular hatto bu kasallikning paydo bo'lish sabablarini ham bilishmaydi. Odamlar aynan shu parazitlar chaqirgan kasalliklardan qazo qilishmoqda. Sababi insonning immunitet tizimi bu parazitlar bilan kurasha olish qobiliyatiga ega emas. Hech qanday antibiotiklar, hech qanday dori-darmon vositalari ularni bartaraf qila olmaydi. Yagona yo'l ushbu parazitlarning organizmga tushishining oldini olish. Chunki trixinlar go'sht xoh tuzlangan, xoh dudlangan holda bo'lsin, yashaveradi. Ko'rib turganingizdek, taqiqlangan cho'chqa go'shti inson salomati uchun koni zarar. Bu ham diniy ham dunyoviy jihatdan mustahkam dalil-isbotlarga ega. Shunday ekan, ovqat iste'mol qilayotganda uning har jihatdan bezarar ekaniga e'tibor qiling. Bu manba Muslim Mirzajonov tomonidan tayyorlangan va shifo.uz saytidan olingan bo'lib, siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.